Anti-VEGF faktor yoki qon tomirlar endothelial growth faktori deyiladi. O'sishini ta'minlovchi moddaga qarshi modda ko'z ichiga oq qismidan shishasimon tanaga yuboriladi. Buning natijasida yangi o'sishi mumkin bo'lgan qon tomirlarni oldi olinadi. Bu dorilar bir oydan bir marta, 3-5 martagacha yuborilishi mumkin. Dorilar asosan onkologik preparatlar hisoblanadi, ya'ni yangi o'sadigan tomirlarni to'xtatish uchun. O'smada ham xuddi shu endothelial faktorlari yuqori bo'lganligi uchun o'ziga-o'zi tomirlar o'stiradi va insondagi patologik tomirlarni yo'qotish uchun yordam beradi. Bu oltin standart bo'yicha butun dunyo bo'yicha qo'llaniladigan usul hisoblanadi. Shu usuldan keyin lazer amaliyoti o'talsa, to'r pardadagi lazer amaliyoti sifatli bo'ladi. Agar siz yoki yaqinlaringizda qandli diabet aniqlangan bo'lsa, buni shu ukol bosqichiga yetkazmasdan yoki lazer bosqichiga yetkazmasdan o'z vaqtida 1 yilda bir marta ko'rikdan o'tishni tavsiya qilamiz. Sizga mukammal sog'lik tilaymiz.